Mobile Legends o'yinidagi Fanny aslida kimligini bilasizmi? Hozir sizga uni tarixini aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar sizga video ma'qul kelsa, like bosish esdan chiqmasin. Fanny mashhur Virtus oilasining kenja qizi va afsonaviy Tigrilda singlisi. Bu oilada erkaklar askar bo'lishgan, lekin ayollarga armiya taqiqlangan edi. Uni rassom yoki arxitektor bo'lishga majburlashgan, lekin Fannyning qalbida faqat qilichlar edi. Kunlarning birida dahshatli xabar keladi. Tigril jang maydonidan g'oyib bo'lganini va uni qochoq sotqin deb atay boshlashadi. Virtus oilasining obro'si yer bilan bitta bo'ladi. Shunda Fanny qasam ichadi: "Mani akam sotqin emas va men oilamizning obro'sini qaytaraman." U g'ururi bo'lgan uzun sochlarini kesib armiyaga kiradi. Jismoniy kamchiliklarini yengish uchun u o'zi o'rgangan arxitektura bilimlarini ishga soladi. Shunday qilib u o'sha mashhur po'lat troslarini kashf qiladi. Endi u oddiy askar emas, havoda uchuvchi tig' raqqosasi edi. Fannyning jasurati hammani hayratda qoldiradi va u o'z obro'sini tiklaydi. Ko'p o'tmay akasi Tigril ham qaytib keladi va endi ular butun imperiyani yelkama-yelka himoya qilishadi. Sizningcha Fanny akasidan kuchlimi? Izohlarda yozib qoldiring. Fanny uchun sborka va emblemani Telegram kanalimda joyladim. Telegram kanalim Instagram profilim shapkasida joylashgan.